Yardems insatser under Ramadan fortsätter att göra konkret skillnad för familjer i utsatta situationer runt om i Afghanistan. Under denna välsignade månad har vi genomfört hjälpinsatser i 6 olika städer, där många människor lever under svåra förhållanden. Tack vare ert stöd kan vi fortsätta sprida hopp och ge livsnödvändig hjälp till de som behöver det mest. Denna gång nådde vi 30 behövande familjer i Saripol, där Ramadanpaket delades ut. Paketen innehöll baslivsmedel som hjälper familjerna att klara vardagen och skapar en större trygghet under fastemånaden. Bismillahirrahmanirrahim. Afganistan Sarpol vilayetinden Ramazan mübarek olsun. Ramazan 2026 projemiz kapsamında bugün elhamdülillah Sarpol vilayetinde 30 aileye gıda kolisi dağıttık elhamdülillah. Siz bağışçılarımızdan çok teşekkür ederiz. Allah'ım yapmış olduğunuz bu iyiliği sadaka-i cariye eylesin inşallah. Allah'ım sizi kazalardan belalardan asrasın. Sağ olun, var olun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aleyküm yardan sudan teşekkür. Lagarib bichara bizga ko'mak qildilar. Mo'sharif Ramazonga ko'pdan ko'p bir jahon tashakkur bo'ladan. Men bir mayumman, nimqolaman. Bugun sarnoxurim bor. Sarpanom yo'q ustimga. Ko'p xush bo'ldi bizlarni yo'qladilar. Yana ham ko'maklari bo'lsa bizga yo'qlasinlar, yevarsinlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizlar bizga buncha narsani ko'mak qilasizlar. Biltiram qilib deylar. Xudo rahmat qilsin. Men mana shunda bir bevaman, 8 ta balam bor, maydonga qolganman. Xo'p, meni nonavarim ham yo'q, nonberikonim ham yo'q. Mana shunga muhtoj edik. Xudovand sizlarni bizlarga shunchaki sizlarni yo'qladinglar. Xudovand sizlarni yo'qlasin. Maqsad sizlarga bizlarni shuncha yo'qladinglar. Xudovand sizlarni bizlardan izofa yo'qlasin. Ya aziz, ya g'affor, ya karim, ya sattor. Alloh xayrin hofiza va huva arhamur rohimin. Va sallallohu taala ala xayri xalqi Muhammadun va alihi va ashabihi tayyibin tahirin. Birahmatika ya arhamur rohimin. Amin, amin. Allohu akbar ila yomin. Xudoyo bandalaringni gunohini kechgin, tavba qilsin, qabul qilgin. Bo iymon, bo izzat qilgin Xudoyo, Xudovando. Amin. Allohu akbar.